Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetlik, kımmetlik Şarkı Türkistanlık qarandaşlarım. Bugünkü temamiz yeni bir isyankar tema. Düşmanlik sebep buladigan, nurgun adamlarning menisini qo'danishtiradigan tema. Bu bugünkü Milliy Mustaqillik hareketi tariximizning yurtdosh faoliyatlar uchun bir bayqash deyishga bo'ladigan muhimlikka ega hamma. Nurgun adamning tishiga tegishiga qaramay. Ko'rayotganinglardek mavzu qeliplashgan da'vo formasiga xotim berilishi kerak. Nima uchun xotim beramiz? Nima uchun men bu temani ko'tarib chiqyapman? Diqqat qilinglar. Bu yurtdosh faoliyatlarimiz uchun bir bayqash deyishga bo'ladigan, kashf deyishga bo'ladigan muhimlikka ega. Balkim buni ilgari bayqaganlar bo'lgandi. Faqat diplomat mijozlik xalq bo'lganligimiz uchun men ilgari Uyg'urlarning diplomat mijozi haqida yozgandim. Munofiqlarni ranjitmaydigan turdagi lamzalli diplomatlik. Haqqi yomon bo'lib qolmaslik qo'rqinchi bilan o'tirg'i qo'yolmagan bo'lishi mumkin. Boshqalar bayqagan bo'lsa-mu. Bu bizning haliqi mijozimizning xosiyatida bo'lmaydi deganim bo'lmaydigan aytlar ish. Albatta, buni bir bayqash deb qarash yoki qaramaslik niyatlarga bog'liq. Agar Sharq Turkistonning ozodligini haqiqiy orzu qiladigan, masalalarga tarafdorlikni emas, haqni o'lcham qilib baho beradigan va muomala qiladigan, qorg'ilarcha, manqurtlarcha ma'lum biriga bog'lanib yaloqchilik qilmaydiganlar albatta bu deganlarimni bir dastur, bir qo'llanma sifatida ko'rishi mumkin. Ammo hujumga o'bikib bo'lgan kichik ilohlar va ularga cho'qing'ichi Abu Jahllar, Abu Lahablar albatta o'ltiranmay qilishi, qarshi hujumga o'tib, garchi nuqtai nazarlarimni ilmiy usulda og'dirib o'tammisimi, Uyg'urlar hech qachon unday bir ishni qilib boqmadi. Jala xotinlarcha tillashlari mumkin. Ya'ni munosabatsiz mazmunlarda oqlashlar va qaralashlar Uyg'urcha munozara desak bo'ladigan bir xil qarshilik. Chet ellardagi 22 yillik mujodil hayotimning 20 yilidan ko'pragida qarshilik ichida yashab keldim. Yolg'iz. Yolg'iz holda hujumlarga nishon taxtisi bo'ldim. Buni ko'pchilik xotirlayolmaydi. Tehi 2 yildan azroq bir vaqtdan beri qo'llug'chilarmi paydo bo'ldi. Hozir balki 50 deylik. Bekjiq deb aytmay. Shunga texmi qo'rqinchim yo'q. Chunki bu mening jihadim, mening kurashim. Allah Sura Nisoda o'zining elchisiga, Habibiga shunday dedi. Ey Muhammad, yolg'iz qolsangmi jihad qilgin. Bu so'zning muxotabi faqatla Rasululloh emas, barliq musulmonlar. Allah bizga yolg'iz qolsangmi jihad qilinglar deb buyuryapti. To'g'ri deb bilgan yo'lda yolg'iz qilishdan qo'rqmay kurash qilmoq lozim. Agar mehmondochiliklardan tamoyingiz bo'lmasa. Nima uchun bunday bir zaruriyat bo'lib qoldi? Ba'zilar deyishchiqim, boshqa ishing yo'qmidi? Haq bilan aytishmay ishingni qilsang bo'lmasmidi? Yo'q, mana shu mening ishlarimdan biri. Boshqalar jur'at qilolmaydigan sohalarga bosib kirish mening ishim. Yana birisi bormi ya? Biz musulmonlarning iymon jumlasi aslanglar.
iman cümlesi, yani kelime şehadet la bilen başlandı. Neme degen gep bu la? İnkar. Oldu bilen Lat uzzalarını red kılış. Çokunuvatkan butlarını red kılış. Andın Allah'ını itiraf kılış gerek. Bu siyasiydim okşaşma. Mesela medeniyet inkılabıda isini bildiğin karındaşlarımız esleyaleydi. Medeniyet inkılabıda en köp tekrarlanan mavzuyda onun bir sözü vardı. Buzmuğuça kurgulu olmaydı. Deydi. Şarkı Türkistan davasının en konu jurti Türkiye'ydi. Bilisli. Davanın bugünkü formusu yoki qilipi Türkiye'de şekillendi. Mana şunun için Türkiye'deki davanın amaliy ahvoli, dava tafsilotı, detallarini tushensek, bugün xalqaro elib berilayotgan siyosiy davamızın qilipini tushuna olamiz. Qiliplashib qolgan o'xshash turdagi takrorlanishlarni suollamay turib, davanın ikkinchi qadami yoki alg'a qarab tashlangan ikkinchi qadamini tasavvur qilib olmaydi. Bir ishning xato ekanligini bilsangiz, andin tuzatasiz. Bo'lmasa tuzatmaysiz. Turg'un holat ekanligingizni to'nib yetgandilar, qadam ilishni o'ylashsiz. Bilmayman boshqa qarindoshlarning aqliga qiliplashgan davo detallari haqida o'ylashish, o'zidan yoki yenidikilardan so'rash keldimi yo'q. Ammo men birdilla shuni o'ylab qoldim. Davomiz o'tgan asrning 50-yillardan boshlangan bo'lsa, hozir yarim asrdan oshdi. Bu jarayonda nimalar qilindi degan savol so'raldimi? O'zimizdan yoki yenimizdagilarni. Tajribalarni yakunlash, saboqlarni qabul qilish, ilgarilashning ma'naviy zaminini hosil qiladi. Agar biz kechmish izlarimizga qayrilib qarab bakmasak, Leninning bir maqolasi bor-ku, Vladimir Ilyich Leninning bir qadam oldiga, ikki qadam orqaga degan. Shunga o'xshash. Agar kechmish izlarimizga qayrilib qarab bakmasak, qanchalik musobi bosganligimizni bilmaymiz. Xuddi qumga beshin tiqib olgan qushdek behuda va unumsiz harakatimizni davom qilaveramiz. Bir izda cho'glayotganligimizni farq qilolmaymiz. U holda agar saboqlarni qabul qilish, tajribalarni yakunlash qarashim to'g'ri deb qabul qilinsa, o'tgan yarim asrlik izlarimizga sapsilib qarab baqaylik. Echinish ilkida shuni ko'ramizki, bir qalbda takrorlanayotgan bir necha xilli ish. Yig'in, qurultoy echish, sahna va sahna rasmlarining e'loni mana shunga ko'z bo'yab, go'yo vatan uchun ish qilayotgan ko'rinish berib, amaliyotda kasalni karvatdan to'g'izmay tasalli etish bo'ldi. Buning yengishlanib turadigan variantlari gazet xabarlari va u guruh yoki bu guruh bilan ko'rishishlar bo'lib, buni rasm shaklda e'lon qilinib, tasalli hosil qilish bo'ldi. Deb o'tganimizda bularning hammasi Turkiyada shakllangan da'vo qilib edi. Turkiyada muxoliflarning Sharq Turkiston cho'qqanlari Sharq Turkistonga bek kuyinib ketishdanmi o'taroq o'z dardi uchun, asosan saylam tashviqoti uchun dasmoyi qilinayotganligini ko'rib yetish ta's emas. Hokimiyat beshidagilar bo'lsa, Sinjan deyishmi, o'xshash bir qilibda davomlashib kelyapti. Agar hokimiyat sirtidagi chog'da Sharq Turkiston deb cho'qqan sog'an partiyami, agar hokimiyatga chiqsa, o'xshashlar Sinjan deb o'zgarishi hargizmi qizg'inligining pastlab ketganidan emas. Aksicha tüp davlat siyosatini ijro qilishga majburligidandir. Aslida bu Turkiyaning o'zgarmas siyosati. Shunga sirtda qizg'in davron ichiga kirgandilar, taslash davom qilib qolmay, zaman davlatning diplomatik zaruriyatlariga ko'ra namoyish qizg'inligi ko'tarilish bilan o'xshashlar sulushmi takrorlanib kelmoqda.
Bu o'xshash turdagi takrorlanishlarni bugungi kelgacha so'roqlab baqqanlar chiqmadi. Mush qilib qolgan bir qancha ishdan boshqa turi yo'qmi? İlgari men inqilob monopollik haqida bir qatim so'zlagan edim. Esinglarda bo'lsa kerak. Agar bu qalbdan chiqamanla deydigansiz, cheklashga, yeklashga, qiyin qistaqchilikqa uchrab qilmoqchi bo'lgan ishingizni mag'lub bo'lasiz. Chunki bir qattiq qasroq hosil qilingan. İlgari balkim ko'pchilik diqqat qilolmagandi. Endi mening mush so'zimdan keyin orqamizda qolgan izlarimizga qarab boqinglar. O'xshash bir qilibda takrorlanayotgan bir necha turlik ish. Qo'sh tirnoq ichida. Ish. Buningdan boshqa ish yo'qmi? So'ranglar, o'ylaninglar. Dunyoning taraqqiyoti, shaylarning taraqqiyoti so'roqlashga jur'at qilishdan maydonga kelgan. Nima uchun yog'inchoqqa qo'shgan eshakdek bir izda cho'glayveramiz? Bunun sırtında başka türlü iş yok mu? Bulardan yarım asr jarayonida chiqqan foyda nima? Bular haqida astoydil o'ylanishning vaqti kelib o'tib ketdi. Endi bo'lsa-mu o'tmishni so'roqlash, qiliblarni buzib tashlab, yangi yo'l, yangi usul, yangi choralar haqida boshqa to'lmasak, hozirgi mush ketishda yana 100 yildan keyinmi o'tirdi hech qanday qozonch bo'lmaydi, faqat bir muncha rasm ko'payadi. Qarindoshlar. Resim. Xuddi osmon palak dövlengen unca. Uni xamanga qatsız, yumuştusiz, mo'min hükümbetken bir düve. Bunu so'rasangiz, hamma shamol uchib ketadi, tagiga tushgan day yo'q. Mo'minning tagiga tushgan day yo'q qarindoshlar. Bir izna qolmoq lozim. Tunigenki ishdan bir izna qolgan bo'lsa, bugungi ish bilan yana bir qolgan bo'lsa, ikki bo'ladi. 50 yilda 50 narsa ko'payadi degan gap. To'g'ri, ba'zilar so'rashi mumkin. Senmi bir ishning beshida sen nima qilyapsan? Bu savol qaramoqqa bakmi yo'lliq, o'rinliq, haqli savol. Ama yarım asrdan ortiq vaqt ichida qilib ketgan odatlarni ish hukmining ta'birini, tushunilishini, qasraqlashib ketgan ramkalarni buzish bir odamning qo'lidan kelmaydiganligini, o'rtaq tirishchanlik orqali o'zgartirishga bo'ladiganligini tunish lozim. Men bu gaplarni bir organning 5 salohiyati bilan emas, bir fikr ishlab chiqaruvchi, ideya ishlab chiqaruvchi salohiyati bilan da'vatqanligimni eskartib o'taman. Çünkü men ko'naramkala hujum qilayotgan bo'lsam, bu hujum hammaga o'xshash qartilgandir. Ya'ni men mansub bo'lgan organmi buning sirtida emas. Oldi bilan ish deb qaralayotgan shu ishlarni tekshirib ko'rib, uning bugungi foydasi, ertaki foydasi, hatto uzoq kelgusidagi foydasi nima ekanligini dangsab ko'rishimiz kerak. Agar ish deyilgan bu ko'rinishlar amaliyotda hech qanday foyda keltirmaydigan bo'lsa, Aşu resimdim, bir parça resimdim başka. Onun tegidi bir narsa qolmasa. Yani eti üçün, ögün üçün bir narsa qolmasa. Onundan voz kechmagan taqdirdimi, uni ish qilganlik hisobida xizmat ko'rsatgan tizimlikka qo'shib olmasligimiz. Uni ish deb gol bo'lib boshqa yo'l, usul, choralarni izlashdan to'xtab qolmasligimiz kerak. Ko'nglimizni taskin toptirib, o'zimizni tasalli qilishdan boshqa manfaati bo'lmagan ko'rinishlarni ish deb ko'z qilish odatimizni o'zgartgandilar, andin yarim asr jarayonida shakllangan qalblarni buzib o'tgani bo'ladi. U holda ish nima? Nimani ish desak bo'ladi? Oldi bilan o'zimizning xalqiga qaratilgan xizmatlarni ish deb birinchi o'ringa qo'yishga bo'ladi. Chunki buning yildizi bor. Asan ömüp, üçüp ketmeydigan bir iş. Çünkü xalq vatanparvarlik, millatsuvarlik, düşmanga qarshi nafrat mavzularda tarbiyalansa, hamma ish uchun asos yaratilganligi uchun men bundaq ishni birinchi o'ringa qo'yishni tashabbus qilaman.
tarixdan beri tashabbus qilib kelyapman. O'xshash qilibdi. Chunki qalbga yiqilgan u ateş o'zimizning xalqining qalbiga. Ailede ballarga chiqadi. Irsiyat olab davom qiladi. Uning aksimi o'gunimi bo'ladi. Bu ish yana ayni vaqtda da'voning varislarini barliqqa keltirish jihatdan foydali bo'ladi. Xalqning umumiyuzlik safarbar bo'lishi buningga bog'liq. Bo'lmasa u xalqni safarbar qilgan olmaydi. İlgari ba'zi atalmış raislar deganki, o'zimizga deyilgan bu. Sizlar aralashmasanlar bo'ldi. Men bu ishni bir necha odam bilan tuttirib, vatanni ozod qilib beramiz sizlarga. Sizlar faqat pul bersanlar bo'ladi deganlar. Mushunda hamoqatlarni lider deb ko'rgan bu millatning o'ziga voy to'lama bichorlik. Bu kadar yo'g'on ishni bir nechadan bilib turarmish. Xalqaro yordamlarni xalqning ahvoliga yarasha bo'lg'achqa bizning sapamizga ko'ra bo'ladi yani. Sapasi bektugan millatlar uchun bunday yordamni bersangiz diplomatiyada satchilik qilasiz. Nadanga bergan ist ko'nglim deydigan ko'nlarning gapi bor, ashunda bo'ladi. Uning uchun yordam beradigan davlatlar ikkilanib qoladi bizdan. Bizning hozirgi mahalatimizdan. Hozirgacha mahalaga yangi o'tganning yog'i tordi ko'rdinglarcha Zimiston torbitida chiqqan xabarni. Uyg'urlarning hozirgi ahvoli tatayotgan, beshaga kelayotgan azob, zulm, qiyin qistoq. Bizning, ya'ni butun dunyoning tasavvur qiyilishidan qilolaydigan chekdan olqib ketdi deb atadi. Mushu holatda Xitoydan ayrilmay yashaydiganlarning mavjudligi bu millatning sapasini mana men deb ko'rsatib turadi. Mushu holatda Sinjin deydigan atalmış liderlarning bo'lishi bizning baxtsizligimiz qarindoshlar. İkinci türlü hizmet. Endi ish yani. Birinci ish o'zimizning xalqqa qartilgan. Siyosiy jihatda tarbiyalash, bilim jihatda tarbiyalash, shundaqla bugungi kunda o'tirib chiqqan yana bir krizisimiz til krizisi. Ana til haqida tarbiyalash. Bu birinci kategoriyadagi ish. Bunun neticesini ko'rsizlar her zaman. Eğer 50 yıl bu muş iş 50 yıl devam qilgan bo'lsaydi, o'tmishdagi 50 yılda bugün onun neticelerini ko'rgan bo'lardik. Lekin u ish hech zaman qilinmadi. Emdilatin başlanıvatıdı bazı joylarda eğer izchilligini yo'qotmasa, onun mevzusini ko'ramiz. Xo'sh, endi ikkinchi turlik ish. Chet elliklarga qaratilgan xizmat bo'lib, bu chet el davlatlari, hukumatlari, xalqi bo'libmi matbuotlarda da'voning haqliqligi haqida elib beriladigan turli faoliyatlar. Yarım asrdan beri bu turdagi faoliyatlar go'yo elib berilayotgandek ko'rinmoqda. Ammo bu yiltizi cho'nqir bo'lgan muqimlikqa ega holatda emas. Bir qatimliq rasmga tushish shaklida bo'lg'achqa, ne xalqimizga, ne da'voning taraqqiyotiga foydasi bo'lmay keldi. Ammo bunisi qiliplashib, go'yo da'vo mana shuningdan iboratdek kollektiv ong shakllandi. Shunlashqa bu kollektiv ong ichida bo'lib turib, bu qilibboz holatni so'roqlash aqlimizga kechmasdan yarim asrni o'tkazdik. İlgirimi deb o'tganimda chet elliklarga qaratiladigan xizmat demokratiya tuzumi tufayli her daim saylan bilen yenilinip turduğun obyektlar tüpeylidinmi daimi bulanmay. Her daim yeniden başlaş mecburiyeti olmakta. Obama'ga emdilatin anıltıp olsanız Obama çıkıp gidiyordu. Trump çıkıyor. Nölden başlayız.
Şundaqla demokratiyanın alayidligiga ko'ra muhalif partiyalar hokimiyat beshidagi partiyaga qarshi kozur sifatida qo'llanish ehtiyoji bilan tilga olib qo'ysimi, amaliyotda bu ularning muqim qarshi maydoni bo'lib shakllanishi mumkin bo'lmag'achqa, kerak qolmasinla tashlab etiladigan natijami o'xshash takrorlanib keldi. Shunlashqa bundaq ishlarning xotir rasmdan boshqa hech qanday iznasi qolmay uchib ketmoqda. Bo'lmasa uning foydasidan bir nechini ko'rsatib baqadiganlar chiqsa, masalan 60-yillarda mening rasmimga tushgan ishimning foydasi mana bugun mana malada ko'rilyapti emasmi deb baqsin, biz anglab baqaylik. Shunlashqa chet ellarda demokratiyada saylam orqali o'zgarib turadigan xodimlarga xizmatni qaratishning unumi har qachon nol natija bilan tugamoqda. Bu hal şu devletning devlet siyosatida o'zgarish bo'lib, Xitoy bilan munosabatlar buzilib, rasmiy turda bizni qo'llash qarori ammoqcha o'xshash davom qilaverdi. Shunga saylam bilan o'zgarmaydigan qurilishlarga qaratilgan xizmatlarning unumi ko'rilish ehtimoli zo'r. Masalan, matbuot, universitet va boshqa shaxslarga oid bo'lgan qurilishlar. Bular shaxslarga oid bo'lg'achqa, ularni qo'lga keltirish, do'stlashish qatorliq yo'llarni burungi so'zlarimda tashabbus qilgandim. Yana ba'zi shaxslar tomonidan qurilgan jamiyatlarmi pat-pat o'zgarib turmag'achqa, ular bilan munosabatli xizmatlarning umri uzun bo'lishi mumkin. Ammo hozirgacha qiliblishiv olg'ini hech qanday qozonch keltirmaydigan, dardimizni anglatdik degan taqdirdami darhol unutadigan shakldagi rasmga tushishlardan iborat bo'lib, qiliblishib qolgan vaziyatda. Masalaning achinishli tarafi deyilganidek, yarim asrdan beri o'xshash takrorlanayotgan bu shaklning so'roqlanmasligi. Da'vo faoliyati faqat mushuningdan iboratmi deb o'ylab ko'rilmasligidir. Shundaqla bundaq rasmga tushishlar uchun xalq kerak bo'lmaydigan bo'lg'achqa, bu rasmga tushishga butun xalq kerak emas. Xuddi haliqi bir necha odam bilan vatanni ozod qilib beraman degan liderga o'xshash. Bir yoki bir necha liderning yakka harakati bo'lib qolmoqda. Ammo bir millatning mustaqillik harakati umum xalq harakatidir. Bir necha liderning shaxsiy harakati emas. Shuning ishoninglarki, agar bu holat mushundaq davom qilaversa, yana 100 yildan keyinmi asli izimizdan siljimaymiz. Faqat o'tirdi bo'y ko'rsatib yurgan bir necha odamga atoq qozondirdi xolos. Bu atalmış liderlar bo'lsa, qiliblik bir xilda takrorlanadigan bu atalmış ish bilan o'zini xalqni aldab, tinch, xotirjam hayot surib ketaverdi. Bu atalmış liderlar, kichik ma'budlar o'zlarining 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik da'vochilik tarixini pesh qilib, xatolarni yepishga urinadiganligini ko'ramiz. Ular o'zlarini ilohlashtirib olganligini va bu sababdan umuman xatolashmaydiganligini yoki o'zini xatolashmaydigan hisoblaydiganligini ko'ramiz. Shunga xatosi ko'rsatib berilgan hamon dushman kesiladi. Bir eg'iz xatoni e'tirof qilib tutadigan ish uchun hammani dog' tikib bo'lsa-mu xatosini yepishga, uni to'g'ri qilib ko'rsatishga energiya sarf qiladi. Mana bulardan u o'zini ilohlashtirib olgan bu ma'budlar bilan bu da'voning joyidan qo'zg'almaydiganligini jazmlashtirib bo'ladi. Hatto bularning ichida ona tilini bilmaydiganlar mavjud. 20, 30 yoki 40 yillik da'vochi ekanliklarini pesh qiladigan da'vochilarning xuddi shu qurib ta'riflangandek sabablar bilan xuddi parnikda o'stirilgan o'simlik yoki probrikada yetildirilgan to'ralmidek sun'iy paydo qilingan vatanparvarligi, millatchiligi ma'lum ehtiyojdan tug'ilganligi uchun shuncha uzun yil bu ko'chada paloqlab yurgan, haliqidek qiliblashgan bir necha turli takrorlashdan iborat bo'lgan vatanparvarlik turtki bo'lganda qilsimi, ona tilini o'rganish qizg'inlik uyg'otishga kuchi yetmagan.
Bu atalmış vatanperverlik, bu atalmış milletçilikmi? O kadar uzun yılda. Oylap bakanlar. Xuddi Qorayning o'tidek tapti yo'q vatanparvarlik ekanligini dalillab turibdi. Mayli 20 yil yoki 50 yillik keçmiş olsun, agar vatan muhabbati haqiqiy bo'lgan bir millatchi bu tuyg'uning turtkisi, bu so'ygining ilhomidan ona tilini o'rganishga yetkidek energiya topolmasmi? Men buningdan gumonlanaman. Meningcha haybatlik yo'g'on gaplarni bu amaliyot rad qiladi, ko'taga tepib sahnadan tushiradi. Shundoq so'rashimiz mumkin. Agar aningga unimisangiz, mas'ulni so'rashimiz mumkin. Xo'sh, sizning 50 yillik da'vochilik keçmişiniz borki, u holda siz shu 50 yilning 1 yilida nima ishlarni qilgan edingiz? Bugun 50-yilida nima ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Agar 1-yilida qilgan faoliyatlaringiz bilan bugunkilari o'xshash bo'lsa, hech qanday farq, o'zgarish, ilgirlash, zo'riyish bo'lmagan bo'lsa, buning maqtangudek yeri qaysi? 1-yilda turib vergan bo'lasiz. Chunki men ba'zi tantishlarimni bilatdim, 1-sinfda 7 yil o'qib, oxiri maktabdan chiqib ketgan. Ashunday bir ish bu. Uyg'urlar, Sharq Turkistonliklar bu qalblarni buzib tashlab, qalbning sirtiga chiqa oladi. Meningcha bu agar Uyg'urlar ko'zini ochgan taqdirda haqiqatanmi qalblashgan sanoqliqli turda yerim asrini o'tkazayotganligining rostligini tunib yetgan taqdirda G'arb davlatlaridagi Sharq Turkistonliklarning qalb sirtiga chiqishi, yangi sinoqlarni qilishi mumkin. Faqat Turkiya qalbning shakllanishida ana makon bo'lish sifatida bu qalbdan chiqolmaydi. Chunki bu qalb, ya'ni da'voning ruxsatlik sohalari hukumatning yo'llantirishi yoki hukumatning cheklama siziqlari natijasida borliqqa kelib muqimlashgan bo'lg'achqa, qalbdan teshib chiqishga o'xshashli imkon bermaydiganligi aniq. Turkiyada zamon da'vomiz mamlakat miqyosida jonlanib, qaynam tashqinlik bir vaziyat borliqqa keladi. Bir mezgil kelib jimib qoladi. Bu butunlay shu chaqda davlat siyosatining ehtiyojidan borliqqa kelgan natijalardir. Demek Türkiye'de Şarkı Türkistan davası erzan bahalık kuzur yoki şahmatda pechki bo'lish qismatidan qutulalmaydi. Türkiye'deki dava başçılarımı aldı bilen Türkiye'nin taleplerini o'ylashadigan bo'lganligi, kun tartibida Türkiye'nin menfaatleri aldın o'rinda bo'lganligi uchun Şarkı Türkistan davasının lideri kabi bo'y ko'rsatayotganlarmi bu qalbning buzilishini, o'xshamagan ko'lam, o'xshamagan o'lcham elishini xohlamaydi. Baş ötken 50 yıllık tertipte bir xilda davam qilib, bir xilda rasmlarga tushib, o'zlarini kun tartibda tutishni o'ylaydi. Hatto keskin holda shuningga jazm qilishga bo'ladi-ki, aslida ularning Sharq Turkiston davosiga haqiqiy aloqasi yo'q. Buni keçmişte o'z beshimga kelganlar bilan bir qatim anglatgan edim. Keyingi taraqqiyotlar so'zlarimning to'g'riligini kun sari isbotlamoqda. Bu xil qalblashgan da'vo formasiga ko'nikkan kon liderlar, hatto bugungi varislari xuddi o'yga yaqin yerdagi bir shirkatdan xizmat topgan kadrga o'xshab qolgan. Siliq turib, atigan berib, oqshom qaytib, o'yda bolalari bilan jam bo'lib, tinch yashaydigan bir xil hayot standarti shakllantirgan. Hatto ular bu xil hayotga shunchalik ugunib qoldiki, endi bu bir qalbda takrorlanadigan bir necha xil mujodala harakati angsizligiga singib ketgachga uzun yillik bir shofirning mashina haydaydiganlar yaxshi tasavvur qila olasizlar. Uzun yillik bir shofirning yenidagi odam bilan qizg'in gaplashgach, hatto xiyoli tamoman boshqa yerda bo'lgan holda rolda o'ltiribmi mashinani hadis chiqarmay haydaganga o'xshash ustalashgan bir xil manzarani ko'ramiz. Da'voda ustalashib ketgan. Bu ustalashgan qo'shtirnoq ichida.
Mana bu izg'i tushgan hayot standarti ularga martabani qo'g'dash haqida signal berib turadi. Kimiki boshqa turli mujodala usuli taklif qilsimi, fikrda tuzitish kirgizsimi, o'xshash ularning bitiga uyg'un tamshalgan hayot tartibini buzib qo'yishidan ansirash kutishadi. Ular da'voga aslida aloqasiz bo'lishimi, keyinchi tadrijiy aloqasizlashib, elaqa ustlashgan shofirdek xiyoli boshqa yerda turibmi haydavagandek keyinchi aloqasizlashib ketganmi aytavr aloqasizligi oxirgi natijadir. Shunga ular atrofidagilarning kimliklari bilan hapilashmaydi. Har qanday diqqat qilsanglar, atrofiga to'plab olgan odamlarning kimliklari bilan hapilashmaydiganligini ko'rsizlar. Bu bir o'rtaqlik bularning. Bir top munofiqni atrofiga to'plab olibmi, ilk tanishalgan ritmga tushgan hayotdagi ta'siri bo'lmasa, yuraverdi. 100 odam guvohlik berib atrofidagilar haqida ogohlandirsimi, quloq solmaydi. Chunki ularning ilk ritmlik hayotga ta'siri bo'lmasa, o'zgartish ekanmisi bo'ldi. Atrofidagilardan ba'zilari haqiqatan faili majhul odamlar ekanligi jazman. Ba'zilari xuddi liderning o'zidek ustalashgan da'vochi bo'lib, hayoti ritmiga tushganlardan bo'lg'achqa, bu ritmda uning haqdorligi bo'lg'achqa, ularni xuddi programmalangan robotlardek ritmni buzmoqchi bo'lganlarga qarshi chiqadi. Bularning hammasidan bir xil ijtimoiy qasroq hosil bo'lgan bo'lib, kun sir bu qasroq qilillab, buzmoqchi bo'lganlarning beshi yeriladigan, hatto uni buzolmaydigan holga qarab taraqqiy qilmoqda. Sharq Turkistonning siyosiy davosining taraqqiyot istiqboli mana shu qasroqni sundirib, ustalashgan da'vochilarni sapdan tozalashga bog'liq. Agar bu qasroqli qurutlar yoki toshbaqalar yanchilmasa, yana 100 yildan keyin bu da'vo aşı bir xilda takrorlanishlardan nariga borolmaydi. Oxirida yana qarindoshlarni Xitoylardan yuqtirib olgan vijdon va adolat tuyg'usidan yo'qsil bo'lgan xususiyatlarini o'zgartirishga, masala va shaylarga, shaxslarga, hodislarga baho berganda tarafdorlikni emas, haqni o'lcham qilishga chaqiraman. Tangli mahsharda haqning oldida javob beradiganligimizga ishonsak, bundaq chupramda bo'lmaydi. Bir shaxsiy munosabatdagi ishlarni deb siyosiy mavqemizni, dunyo qarashimizni, odatda g'oya yo'limizni belgilab etmaylik. Haqni o'lcham qilaylik qarindoshlar. Shundaqla munozara axloqiy yetildirishga tirishaylik. Buningdimi haqni o'lcham qilmay, tarafdorlikni o'lcham qilib olsak, bundaq munozirlardan natija chiqmaydi. Chunki munozirdan burunla maydonimizni belgilab olgan bo'lsak, qandaqmi natija chiqsin? O'ylab ko'ringlar. Aqlinglarga havola qildim. Endi bu tema oxirlashdi. Qarindoshlarimizning bir munchisi menga xat yozib, mening oxirgi kitoblarimni azroq tunishtirib qo'yishni so'rabdi ekan. Shunga men bu yerda bu kitoblarni tunishtirma azroq. Bu kitob savdo ko'rinib turgandek, bu savdo vatanning savdosi. Bu kitob chet eldagi Uyg'urlarning hayoti hikoya qilingan bir roman. Bu roman asosiy jihatdan Shimoliy Amerika, Germaniya, Turkiya, Saudiya Arabiston ne o'zining faoliyat sahnasi qilgan holda bu qahramonlarni shu yerda o'yintib, shu yerda yashitib, shu yerda faoliyat qildirib demoqchi bo'lgan fikr ifoda qilingan. Uslubi jihatdan mavzularga bo'lingan. Mavzular shaxslarning ismi bilan ko'pincha va bu tarafi
Məşhur Amerika yazğıçısı, Nobel mükafatının laureatı William Faulkner'ның Sekretli Yatqınımda namlıq romanı ve Orhan Pamuk'ның Mening ismim Qızıl namlıq romanıga o'xshab ketadi. Kishi ismlarini mavzu qilish jihatdan. Lekin ularga o'xshamaydigan tarafimi bor. Chunki bu ijodiyat bo'lganligi uchun onda taqlid qilish mening odatim emas. Undan boshqa qurilma jihatdan Vladimir Nabokovning Solg'un Ateş ve Lolita qatorliq romanlarining qurilmasiga ma'lum o'xshashliklari bor. Agar siz roman o'qishni yaxshi ko'radigan qarindoshimiz bo'lsangiz ve burun hali ko'p romanlarni o'qigan bo'lsangiz, bir o'qib baksangiz bo'ladi. Biroq agar vatanimizda danlıq, məşhur Uyghur yazğıçılarının ölməz romanlarını oxub və onundan bək huzurlanıb, onun huzuru sizin asaslıq bədii gayenizni, bədii mizanınızı belgilib etken bolsa, mening bu romanımni siz ahirgacha o'qiyanmaysizligingiz mumkin. Chunki bizning Uyg'ur mashhurlarining bu o'lmas asarlardek emas bu. Agar siz William Faulkner, Marcel Proust, James Joyce'larni o'qib huzurlanadigan bir kitobxon bo'lsangiz, endi mening bu kitobimni o'qisangiz, deb biraz qanoat tepishingiz mumkin. Bu romandagi Uyg'urlar gerçi dünyanın 4 davlatida aylandirgan bo'lsam-mı buni, bütün chet elda yashaydigan Uyg'urlarning tiplarining hammasini bu romanga kirgizdim. Bu romanda vatanparvar Uyg'urlar, munofiq Uyg'urlar, bayroqdan qochadiganlar, namoyishga chiqadiganlar, namoyishga chiqmaydiganlar, dindar Uyg'urlar, mashrabchi Uyg'urlar, aroqkashlar to'pi ve boshqa to'plar, g'arbparastlar, g'arblashganlar ve g'arblashmaganlar. Uyg'urning hamma avrishkisi tepiladi. Buni o'qib baksangiz o'zingizning qaysi kategoriyada ekanligingizga hukm qilishga foydasi bo'lishi mumkin. Ahirgi kitoblarimdan yana birisi. Jannatga tutashgan yo'l. Bu povestlar to'plami. Bütün bir kitap emas, povestlar to'plami. Buningda 5 povest var. Bulardan ba'zilari torda e'lon qilingan bo'lg'achqa o'qiganlar bo'lishi mumkin. Erzan Jalla. Bu bir amaliy hikoya. To'qilma emas, lekin adabiy asar bo'lganligi uchun to'qilma emas deyish mumkin emas. Lekin rast bo'lgan bir voqeaga asosan to'qilgan. Bu Qag'iliq, Ko'kyar, Ushaqvash chegara bo'ylarida vatan ichida mujodala qilib qochishga majbur bo'lgan mujohidlarimizning qochish safari ve onun qirg'inga uchrab tugab ketganlik hikoyasi. Yana bir povest Qon ichidagi buvoq. Buni torda e'lon qilingan, o'qiganlar bo'lishi mumkin. Qon ichidagi buvoq Barin inqilobini oq ko'rinish qilgan. Barin inqilobini bostirishga qatnashgan bir askar Amerikaga murojaat qilib ekan.
aşı müracaatı jarayonida Barin inqilobini bostirish jarayonida ko'rganlarini so'zlab bergan aşı hikoyani asos qilgan. Xitoyning bostirish qatnashgan askar Xitoyning so'zlab berganlarini asos qilgan. 3-cü post Cennetga tutashgan yo'l. Bu hammanglarga tunish. Yaqinqi zaman tariximizdagi buyuk qozonchliq bir mujodalaning xotirasi. Ya'ni Saman voqeasi deb atalgan ikki mujohid jini badaliga 16 Xitoyning jinini olgan, 30 Xitoyni yaralagan intayin mullusulluq bir inqilobning xotirasi. 4-cü post. Kan ranglik şafaq. Bunu Saman voqeasidan ma'lum vaqt burun Yamayyar, Qashqar Yenishaning Yamayyar va Pazivat qitava yezilarda yuz bergan bir qarshilik harakatining xotirasi. Şunun ədəbi şəkli. 5-ci post ən axırqısı bu elan qılınmagan heç yerdə. Bu qıpqızıl toqulma çüş. Bu ma'lum jihatda razvedka posti, ma'lum detektivlik razved qilish va josuslikqa doir mazmunlar. Buni aynek biz torbitidan boshqa davlatliklar, Turkiyadagilar Teklimakan Uyg'ur kitobxonasidan setib ola oladi. Hammanglarning sabr taqat uchun Allah sizlardan rozi bo'lsin. Yana bir qitim bir ko'rishgacha omon bo'linglar. Xo'sh.